Qadrli bo'lgan qadrdonlarim, assalomu alaykum, assalomu alaykum. Dunyo o'z kanalining a'zolari, YouTube ishqibozlari, chorva ishqibozlari, kanalimiz mehmonlari, bizni uzoq yaqindan kuzatib borayotgan akalar, ukalar, qadrdonlar, ular chorvadonlarim uchun zo'r yangiliklarni, savdolarda birgalikda guvohi bo'lamiz. Nega savdo bo'lyapti? 34 million so'mga 300 ming so'm o'tib bering deyapti. Ve o'zi kim sotadi buni? Kim sotadi? Ikkita odam ko'rib ushlayapti qo'lini. Bozor har xilda endi, mayli. Ichkariga kirishni boshladik. Mashta ham qiziqarli xonani. Xo'p, qadrdonlar, xonajinimiz. Bo'yi biri 15 chiqadigan xonajinimiz. Bo'g'ozbasi? 9 oylik. Xo'p, nech pul deyapsiz? 33 deyapti, 26 ga bermadi. 33 deyapsiz, 26 ga bermadi. Xo'p, qiziqarli telefon raqam berasizmi? Ha, 91lik. 91lik. 121 77 01. Qadrdonlar o'zlari uchun ma'lumotga ega bo'lish uchun ham aloqaga chiqaverasizlar. Xo'p, dastlabkalari bor-a? Bu nomi nima buni moldi? Kelishildimi? Xo'p, shunaqa gaplar. Bu nech pul ekan bu ajoyib? Bormi aka, salom. 35 million. Bozor nech pul qilyapti? 28 million qilyapti. Narigi nechi? 25 million. Bozor nech pul qildi uni? 25 qilyapti, ha? Xo'p, qiziqarli telefon raqam berasizmi aka? Sotib yuboramizmi? Bering qiziqarli. 90lik 203 87 87. Ajoyib ekan. Nomeri ham, mollari ham chiroyli. Telefon raqami ham chiroyli ekan. Qadrdonlar o'zlari uchun ma'lumotga ega bo'lishlari mumkin. Shunaqa gaplar, bizdan uzoqlashmanglar. Biz qo'yayotgan videolarni muntazam ravishda ko'rib borsangiz, obuna bo'lib, like bosib, qo'llab-quvvatlab turasizlar. Bizdan uzoqlashmanglar. Biz ana shu yerda ham savdo bo'layapti orqamizda. Chiroyli nech pul ekan? Kimdan bu? Nech pul bo'layapti bu? Hormanglar. Nech puldan bo'layapti bular? 20 million kami bor deyilyapti. Bozor nech pul qildi? 19,5 million so'mga beraman. Bo'g'ozmi, bo'g'ozbasmi? Qisir, ha? Buchi? Bu ham qisir. Bu bozor nech pul qildi buni? Qiziqqanlarga telefon raqam berasizlarmi? Qiziqqanlarga telefon raqam berasizlarmi? Beringlar. Berasizmi? Bering. 91lik. Xo'p, 91lik 329 70. O'zlaricha ma'lumotga ega bo'lishlari mumkin. Juda ham chiroyli raqam ekan, mollar ham chiroyli raqam ekan. Chiroyli sifatli ekan. Bu banshda ham savdo bo'lyapti, borib ko'rsatishga harakat qilamiz. Savdo bo'lyapti, borib ko'rsatishga harakat qilamiz. Hormanglar, assalomu alaykum. Nech pul bo'lyapti? Bu tortishlar zadan ko'rib kelyapti. Aka, 15 million so'rashyapti. 15 million. Bo'ldi aka. Xo'p. Mayli, har xil odam bor. Qo'ymen dedi. Nimaga qo'ymen deymiz? Ha. Nech pul ekan bular? Bormi? 21,5. Nariga 21,5 million qilishdi. Buchi? 17,5 qilishdi, 21,5 qilishdi. Shunaqami? Xo'p. Picha qo'shsa berasiz. Qiziqqanlar telefon raqam berasizmi? Xo'p, bo'yi biri 15 bo'lsa, buniki biri 25 chiqadi. Xo'p. Bering qiziqqanlar telefon raqami. 90lik 277 47 24. O'zlarining uchun ma'lumotga ega bo'lish mumkin. Xonajin bozoriga biz o'tdik. Boqma, bu xonajinlar. Hormang aka, assalomu alaykum. Nech pul bo'lyapti? 19,5 million so'mga. Nech pulga bor? Bermasiz, bermaysiz. Ammo berib olsiz, molingizdan ajraysiz, bag'i ham bor. Berib olsiz, molingizdan ajraysiz. Ha. Shen qo'lini bo'lsam bozor qilamiz. Qancha bor, qancha bersin? 20 tepasida. Hech kim to'ymagan. Yo'q, baland bo'lganmi? Xo'p, bular savdosi pishguncha biz 19,5 million. Mana shu ham savdo bo'lyapti, borib ko'rsatish kerak. Ajoyib chiroyliga chiqibdi. Nech pul ekan bu chiroyliga? Assalomu alaykum. Bo'lmasa aka. Bizga ajoyib chiqibdi. Qadrdonlar, bir xonajinimiz. Bo'g'ozmi? Yo qisirmi? 15 kun bo'ldi qo'yganingizga. Oyoq qo'li uzun, bo'yi 1.25. Xudo xolasi.
Ha? O'lchagan. O'lchaganmisiz? Xo'p, egasi 1.40 deyapti. Mayli, gap bo'lishi mumkin bas. Xo'p, qiziqlar telefon raqam berasizmi? Bering. 94lik 829 31 o'zlari uchun ma'lumotga ega bo'lishlari mumkin. Xo'p, doim ravishda bormi? Dastlabkalari ham bormi? Xo'p, bozorimiz bugun chaqqon juda, mana shu yerda ham savdo bo'lyapti. Hozir borib ko'rsatishga harakat qilaman. Qaysi savdo bo'lyapti? Mana shu yonimizda ham bitta savdo bo'lyapti. Borib ko'rsatishga harakat qilamiz. Juda ajoyib savdo bo'lyapti. Mana shu. Hormela, assalomu alaykum. Nech pul bo'lyapti? 23 million. Bo'g'ozmi? Qisirmi? 23 million so'm bo'lyapti. Mana real savdolari. Qisir. Xo'p, shunaqa gaplar bizdan uzoqlashmanglar. Mana shunda ham qiziqarli savdolar sizlarga olib ko'rsatish harakat. Biz O'najindan Sigir bozoriga o'tdik. Xo'p. Ajoyib Sigir bozoriga o'tdik. Ularning savdolarini ko'rsatishga harakat qilamiz. Bizdan uzoqlashmanglar. Biz qo'yayotgan videolarni muntazam ravishda ko'rib borsangiz, like bosib qo'llab-quvvatlab tursalaringiz bo'ladi. Savdo bo'lyaptimi aka bu? Bo'lyapti. Nech pulga? 24. 24. Nechinchi bolasi? Birinchi bolasi. Nechta suti bor? 10 ta sut. Onasimi, nog'osimi bolasi? 10-chi. Onasini ekan, bolasi birinchi tug'ilsa 24 million savdo qilishyapti. Xo'p, qiziqlar telefon raqam berasizmi? Savdo bitib qoladi. O'zlari uchun ma'lumotga ega bo'lishimiz uchun aka nech pulga sotdingiz deyishi ham mumkin-da. 91lik 123 31 34 shunaqa gaplar. Nech pul ekan yana bola xormi? Bolasini ovosmi? Novosga o'xshar ekan, ha? Baquvvatligini qaranglar. Nech pul deyapsizlar buni? 30 million chakamiz. Xo'p, bozor nech pul qildi? Bozor 28. 28. Qiziqlar telefon raqam berasizlarmi? 91lik 326 17 97 ovozingdan dastlabkalari ham bor-a, yevishi yaxshi. Qattiq mol qattiqki. Chimyonniki. Akalar o'zlaricha ma'lumotga ega bo'lishni aloqaga chiqib qorasizlar, shunaqa gaplar. Ashta savdo bo'lyapti. Mana o'zbekchani qaranglar. Kichkinaligini qaranglar. Ashta savdo bo'lyapti shekilli, mana shu. Hormaylar, assalomu alaykum. Mana savdo bo'lyaptimi? Real savdolari. Nech pulga? 17 million so'm. Bolasi xonasida. Xo'p. Kichkina endi nimasiga mos bo'lyapti. Shunaqa gaplar. Bir boshdan olishga harakat qilamiz endi. Bu chiroyli nech pul bo'lyapti? Hormaylar, assalomu alaykum, bu chiroyli. Narxi so'rashyapti. Nech pul oxirgi narxi? 32 so'rash. 2 million, 32 million. Bolasi xonasimi, novosmi? Xonasi. Xonasini ekan. Nechta suti bor? 8 litr. Qiziqlar telefon raqam berasizmi? Bering. 90lik 844 56 46. Qadrdonlar o'zlaricha ma'lumotga ega bo'lishlari ham mumkin. Xo'p, birinchi bolasi ekan, oyoq qo'li ham uzun, baquvvat ekan. Ko'rsatishga harakat qilamiz bolalarini ham. Mana bolasi ham oyoq qo'li uzun, teti ekan. Nech kun bo'ldi tug'ilganiga? 25 kunlik bo'zak ekan. Shunaqa gaplar. Savdo bo'lyaptimi bu? Nech pulga? 34 million so'm. Nechinchi bolasi bu? 3-chi bolasi ekan, oyoq qo'li uzun ekan, baquvvat ekan, qaranglar. 34 million so'm bo'lyapti. Nechta suti bor? 8 ta. Xo'p, bozor nech pul qildi hozir? 34 million qilyapti. Men baho so'rayapsiz deb o'ylabman. Xo'p, aka qiziqlar telefon raqam berasizmi? Olsa har doim olmasa bizning muxlislar telefon qiladi o'zlari uchun. 90lik 34 56 25. Mana ko'rsatishga harakat qilamiz. Xo'p, shunaqa gaplar bizdan uzoqlashmanglar. Mana shu yerda bir ajoyiblari chiqdi, shularni ko'rsatishga harakat qilamiz. Bas savdo bo'lyaptimi? Bas. Nechinchi bolasi bu? 3-chi bolasi ekan. Yelini qaranglar, yelin novosmi? Bolasi novos. Novos ekan. Nechta suti bor? 15 ta beradi. 15 ta suti bor ekan. Nech pul deyapsiz? 32 million baho aytyapti. 32 million baho aytyapsiz. Bozor nech pul qildi? 29. Sizlar xaridorlar yelini qaranglar, cho'tiga sig'mayapti. Cho'tiga sig'mayapti. Xo'p, qiziqlar telefon raqam berasizmi? 91lik 328
38 90-78. ha 90-78. Qadrdonlar o'zlarincha ma'lumotga aloqa bo'lib, ma'lumotga ega bo'lib aloqaga chiqaverasizlar. Shunaqa gaplar yonimizda ham bo'lyapti. Shunday ko'rsatishga harakat qilamiz. Bizdan uzoqlashmanglar. Agarlar mehnatlarimchan kelar, like bosib qo'yamiz. Qormanglar, haliyammi? Nespilga bordi oxiri. Ha? 9,5 million savdo bo'lyapti. Qisir bu yo bo'g'ozmi? Bo'g'ozmi? 5 oylik bo'g'oz ekan. Xo'p, mana shu ham bir ajoyiblari chiqibdi. Mana shu savdo bo'lyapti. Ko'rsatishga harakat qilmanglar. Assalomu alaykum. Nespilga ushlayapsiz endi bu qo'lini. 27 million so'mga yo'q. Necha oylik? 3 oylik chiqdi, soldirdilar ham qo'l. Bu nima bo'ldi? Sotilmadimi? Nespilga? Nechinchi bolasi? Ikkinchisi. Xo'p, qiziqali telefon raqam berasizmi? Ha? O'zlar qiziqib telefon qilishi mumkin-da. Xo'p. Bu nechta bo'ldi aka bu? 14 million 600 o'pdi ekan. Xonachilimiz bo'yi 1 metr chiqadigan, 1.5 chiqadigan xonachilimiz. 14 million 600. 14 million 600. Shunaqa gaplar bizdan uzoqlashing. Biz tashqariga chiqib, sotilgan, sotilmagan variantlarni sizlarga ko'rsatishga harakat qilamiz. Biz yurishni boshladik. Mana shu qaysi savdo bo'lyapti? Xonimlar, assalomu alaykum. Bo'lsa, Nespilga. Xonimlar, Nespil savdo bo'lyapti. Endi bo'ladi savdo. Endi bo'ladi. Hali so'raganingiz yo'q. Ha, qo'yapti. Nespil aytyapsiz? 16. 16. Bo'g'ozmi? O'zi. O'zi aytsanmi? Ha, men xayolimda mana bu bo'lyapti deb tushunibman. Kichkina bir. Xo'p. Biri ol deydi, biri olma deydi. Qaysi birini gapiga quloq solamiz? Assalomu alaykum qadrdon. Nespil aka, bu chiroyli. 35 million so'rayapsiz, chiroyli edi. Bozor nech pul qildi? 28 million so'm qilyapti. 5 tasi bor. Bo'g'ozmi? Bir hafta bo'ldi, bir hafta bo'lib qo'ygan yo'q, qo'yilgan ekan. Yo'q narsa ekanda endi. Smetani qo'yib qo'ydik endi, aka lekin qo'yildi-da. Qisirga boqib borsa, bo'g'oz chiqib qolsa, Ha, undan yomoni yo'q. Undan yomoni yo'q. Xo'p, qiziqqanlar telefon raqam berasizmi? 91lik 678 678 88 10. 88 10. Aka dastavkalari bor. Bu-chi bu? Bu qanaqa bo'ldi bu? 20 million 500 ming so'm savdo qilyapti ekan. O'zlaricha ma'lumotga ega bo'lish uchun ham aloqaga chiqishlari mumkin. Shunaqa gaplar biz tashqariga chiqishni boshladik. Bular nech puldan bo'ldi oxiri? 20 million 500 ming so'mga bo'ldi. Bo'g'ozmi bu? Gumonda endi. Bu-chi bu? 18 million. Aka qiziqqanlar telefon raqam berasizmi? Bering. 91lik 752 2506. O'zlarincha ma'lumotga ega bo'lishlari mumkin. Aloqaga chiqib, shunaqa gaplar. Oyoq qo'li. Mana bunisi boshqacha ekan omad. Nariginga qaraganda bu boshqacha ekan. Bu nech pul bo'ldi oxiri? 18 million so'm bo'ldi ekan. Nega bordi oxiri endi do'stim? 19 hozirgi. Tushunmam. 19 million qilishyapti. 19 million so'm qilishyapti. Hozirgi savdosi. Tuqqan-a bu? Tug'maganmi, xonajimmi? Bo'g'oz basa qisiri? Qisir. Xo'p, qiziqqanlar telefon raqam berasizmi? Bering. Ha? 93lik 972 972 27 22 12. Qo'llab-quvvatlab like bosib, poddesh qilib turasiz. Aka, chiroyli ekan. Ha, tish buzganmi? Tish buzgan ekan, juda ham chiroyli. O'zlaricha ma'lumotga ega bo'lishini aloqaga chiqishlari mumkin. Biz tashqariga chiqib ketishga ham imkoni bo'lmayapti tashqariga. Tashqariga sotilgan, sotilmagan variantlarini ko'rsatishga harakat qilyapmiz. Ya Xormay aka qaysi bo'lyapti? Jon kuydiryapsiz haldan beri. Nech pulga? 19 million so'mga. Shunaqami? Novvosimiz bo'yi 1.10 chiqadigan novvosamizga 19 million so'm berishyapti. Shunaqa gaplar. Biz yo'l-yo'laga sotilgan, sotilmagan variantlarini sizlarga ko'rsatishga harakat qilamiz. Bizdan uzoqlashmanglar. Mana shu yerda otlar chiqyapti, ajoyib. Nech puldan bo'ldi qo'zilar? Sotiladi. Nech pul bo'ldi aka bu? 15 million. Berishman. Bu nech pul bo'ldi? Aka nech pul bo'ldi? Nech puldan qaytyapti? 12 milliondan qaytyapti ekan. Bugun bozorimizga juda ham darajada ko'p kirdi.
sotilgan sotilmagan variantlar necha pul bo'ldi bu? 7 million so'm. Ko'rsatishga harakat qildik. Mehnatlarimiz akala necha pul bo'ldi oxiri? 24 million 700 ga sotilibdi ekan. Shunaqa gaplar bizdan uzoqlashmanglar. Biz qo'yayotgan videolarni muntazam ravishda ko'rib borsangiz, kelar like bosib qo'llab-quvvatlab obuna bo'lib qo'ysalaring, o'zlarincha ma'lumotga ega bo'lishlaring mumkin. Qadrdonlar, xato kamchiliklar bo'lsa, kommentariyaga yozib qo'yinglar, o'zimizni xatoyimizni o'g'nab sizlarga harakat qilib. Boy dadamiz, assalomu alaykum. Xo'p, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, borlaringga shukr. Mana necha pulga bordi oxiri? Necha pulga bordi mana shu aka? 24 mi? 200 ming so'm ekan, 24 million, 23 million 800 ga sotilibdi. Olganga ham sotganga ham Alloh barakasini bersin.